apparatlarimiz mana bu ko'rib turganingiz birinchisi. Muzikalniy paxta qand apparatimiz. Bunda xususiyatlari o'ziga yarasha, o'ziga xos ko'p bo'lgan xususiyatlarga ega. Qanday xususiyatlarga ega desa, bu paxta halva bilan chiqarish mobaynida insonlarni o'ziga jalb qilib, muzikasini chalib tursa bo'ladigan paxta qand apparatimiz. Xo'p, bu ko'rib turganingiz knopkalari paxta qand apparatimizni. Ortiqcha knopkalari yo'q. Sizga batafsil tushuntirib beraman. Mana bu birinchi ko'rib turgan knopkangiz paxta qand apparatini qo'shib beradigan knopka. Bosdik. Mana paxta qand apparatimiz qo'shildi. Bu shunchaki ishlab turibdi xolos. Hali bunga hech narsa solmaysiz. Xo'p, endi ikkinchi bo'ladigan ishimiz mana bu motorchani skorslari. 2 ga qo'yaman. Qarang, 1 ga qo'yganimda qanday skorsda? Ko'rib kuzatib turing. Hop, 1 da mana bu skorsda, 2 da tezlashdi, 3 da juda ham tezlashdi. Mana 3-skorsga qo'ydim. Bu motorchani skorslari. Mana bu timer, ya'ni 250 gradusda tagida turgan narsa qizdirib beradi. Paxta qandimizni pechkasini qizdirib beradigan gradusimiz mana. Buragan sari ko'tarilyapti, ko'rdingiz-a? Mana shu ko'tariladi. Endi buni muzikalligicha desa, muzikasi mana bu knopka bilan muzikani qo'shamiz. Endi ovozini ochish uchun mana muzikani ovozini ochamiz. Muzikasini pasaytiramiz, muzikani o'chiramiz, paxta qandni o'zini ham o'chiramiz. Hop, tushunib oldingiz degan umiddaman. Skorslarni ham joyiga qaytarib qo'yamiz birga. Sifatlari juda ham mustahkam. Sotuvchilarimizga ayniqsa parklarda, magazinlarda oldiga qo'yib, maktab, bog'chalarda oldiga qo'yib, bolajonlarni chaqirib sotishga juda ham nima deydi, daskanalli qulay bo'lgan paxta qand jihozimiz. Hop, bunisiga keladigan bo'lsak, bunisi bemuzika, shunda o'zi paxta qand apparatini o'zi. Bu ham sifati ham juda ham zo'r. 250 gradusgacha qizdiradi. Bunda ortiqcha knopka yo'q. Ko'radigan bo'lsangiz, bitta knopka, bitta buragichdan iborat. Xo'p, buni qulayliklari mana bu joylariga o'zini qoshiqchasi hamda shakarlaringizni solib qo'ysangiz bo'ladigan joylari bor. Xo'p, bu jihozimizda ham mana ko'rib turganingizdek, bunda